Assalomu alaykum. Hozir aka. Kamandir charchamayapsizmi? Jimsiz ishlayapsizmi? Charcham. Aka bu faoliyatingiz hozir qonuniymi? Hozir ish faoliyat ko'rsatyapsizmi? Xo'p, mana yashirincha harakat olishga kirmaymi? Xo'p, mayda qarang, hozir ikkita fura to'sib turibdi. Sal ochiqroqqa chiqsangiz kelayotgan odam sizni ko'radi. Bunda qatnayapsiz aka. Xo'p. Mayda mana burilish ham turibdi. Burilishga yaqin turibsiz. Siz hozir mana 214 pila mana. Ikkita fura turibdi-da. Bu yerda mana maqsad aka Nima qilish kerak aka? Men boshlasini oldiramanmi aka ularni? yo siz yo sizni haqqingiz bor oldirishga, to'g'rimi? Masalan, agar siz ikkada turibdi aka, mashina orqasiga qo'ygandan keyin men damoga to'xtatdi. Oldimmi aka? Yo'q, sizni qonuniy vakolatingiz bor, to'g'rimi aka? Masalan, siz mana shu yerda xizmat olib borishingiz kerak bo'lsa, bundan mana shu belgilangan hududda. Quvasoy shahar, Quvasoy hududida. Ha. Siz demak, orqangiz qanchadir ko'rinib turishi kerakmi? Hozir mana aka 3 metr qolganda ko'radi-da hozir sizni. To'g'rimi? Eshitding aka, pasport tushyapsan aka. Yo'lda qatnayapsizmi aka? Yo'q, xo'p. Shunda Aka, menga aka pasport tushyapsan. Yo'q, olib tushib oling demayapman. U dam olayotgan odam qanday nima qilaman aka? To'xtagan ekan aka. Nima qilib o'ldiraman? Demak, yo'q, zinat undan oldinroq turing aka. Ya'ni kelayotgan odam sizni ko'rish kerakmi? Qatnashga tashxis hozir aka. Kelganimda yo'q-da aka, bu sura aka. Yo'q, xo'p, nima bo'lsa ham aka, maqsad harakat xavfsizligi sekinlashtirishmi? Maqsadingiz shu bo'lsa aka, yo'q, juda oldiroqqa, orqaroqqa, yo'q bo'lmasam mana bularga aytish kerak-da. Meni faoliyatimga to'sqinlik qilyapsiz. Aka, bu o'zini shaxsiy mashinasi aka. Bu qoida buzib yo nima qilib turgan yo'q aka. Bu narsa bu. Qoida buzib emas, ya'ni faol iltimos qilsa aka, u pasport olib oladimi aka? Sizni faoliyatingizga hozir ta'sir qilib kim? Men faoliyatimga ta'sir qilgan yo'q bu aka. Siz ko'rinib turishingiz kerak emasmi? Ya'ni faoliyatingiz qilgan yo'q, men yo'lda bo'yda turibman aka. Yo'q, faoliyatingiz ochiq oydin aka, qanchadir masofada odam ko'rish kerak buni. O'zi menga aka 10 metr barib turibdi. O'zi asli faoliyatlarining noto'g'ri, to'g'rimi? Noqonuniy. Tarafdan noto'g'ri aka. Qanaqa nimangiz bor aka? Masalan, qanaqa shikoyatingiz bor aka siz? Haydovchimiz aka siz? Haydovchiman. Haydovchimiz aka. Boshqa amallarni oling aka. Hop, oldim. Hozir o'chib kelsa, bilan tanishtiraman o'zim aka. Yo'q, gapiravering. Tanishtiraman aka. Sizlar shikoyat qilib aka, men bugun ishlarni ko'rib oling aka. Ishlarni ko'rib aka, Obilgaga, viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga borasiz aka. 214 pila. Masalan, bugun necha? 21-maymi? 21-may 2025-yil. Soat 10 bo'ldi. Shu sana kuni shu hududda ishlayapti. Men shuni faoliyatdan noroziman deb ariza bering aka. Faoliyatlaring bo'yicha tepasida yaltirlovchi chiroq, qanchadir masofada radar belgisi bo'lishi kerak o'zi, to'g'rimi? to'g'rimi? Radar belgisi aka, 5 radar belgisi 2018-yil Vazirlar Mahkamasi qarori bor aka. 172-sonli qarori bor aka. 172-sonli qarorda aka, u 5 znakda aka, shahar tumanni kirish va chiqish qismlariga qo'yilsin degan aka. U keyin statsionar znaklar bor-ku, statsionar radarlar bor. Shunga qo'yiladi aka. Bu siz aytayotgan radar znak aka, endi 1-sentyabrdan kuchga kiradi aka. Hozir yangi loyiha kiritildi aka. O'zi undan oldin ham bor edi, siz u aka undan oldin aka bor edi aka. Undan oldin bor edi, keyin olib tashlandi aka. Majburiy aka. Znakda sen o'shani ichida ishlashing kerak. Ishlashing qat'iy nazar, ishlashing haqli aka. Menga nima qiladi aka? Faoliyatingiz ochiq oydin bo'lishi kerak-da. Hozir mana bu yerda kelayotgan nima siz ko'rmayapsiz. Ko'z ko'rinib turadi aka. Tepadan tushib boshladi aka. Yo'q, qani mana meniki kelib ko'ryapti-ku. Boshidan shu aka ko'rinadi aka. Nima ko'rinadi? Tushib ko'rinadi aka. Mana men kichik endi mana boshingiz ko'rinadi aka. Burchag'lar mana 10 metr qolganda ko'ryapti aka. Sizdan so'rab faoliyatni amalga oshirmayman aka. Qanaqa norozi bo'lsa-da aka, bemalol aka. Gap yo'q. Syomka qilaman. 29 tepaga turib olganmiz bu. Siz mana aka, biz to'layotgan soliqlarni oylik olyapsiz. Chiroyli muomala qilavering. Biz to'layotgan soliqlarni oylik olyapsizlar. Bormi aka? To'layotgan soliqdan qarzdorligingizdan oylik olayotganim aka? Sizni isbotingiz bormi? Aka, Ichki ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligiga oylik nimani hisobidan o'sha? Nima aka, borib so'raysiz. Shofyorlar to'layotgan nimalardan
oylik bo'ladimi sizga? Tezlikni oshirmay aka, harakat xavfsizligini ta'minlay aka. Hop, Tezlikni oshirmay aka, jarimaga tushmaysiz. Qoidani buzmay tushmaysiz aka. Siz aka sal agressiv Sizga bo'lmaysiz. tushuntiryapman aka men sizga. Tushuntirsam tushunmayapsiz aka. Tepaga chiqib Kim tushuntiradi? Tushunmadimmi? Tepaga chiqib ishlaydi. Yo'qsa pastga tushib ishlaydi deyapsiz aka. Qoida buzib turgan bo'lsam aka, qoida buzib turgan bo'lsam. Oylik buzib turdingiz demadim, boshqa demadim aka. Men bitta fakt aytyapman, bitta fakt aytyapman, bitta fakt aytyapman. Kelgan shopir sizni mana bitta ko'radi deyapman. Ko'rgani tushuntiribman aka. Qanday aka to'sib turibdi-ku, mana o'yindan ko'rinadi. Qanaqa qoida buzarlik qilgan bo'lsa o'ylaydi. Lekin 24 soat syomka qiladi. aka yaxshi emas unaqa muomala qilishingiz lekin. Nimani tushunmadim men sizga? Mana nima tushunmadim dedimmi? Mana birorta gapingizni tushunmadimmi? Aytdim sizga aka, ko'rib turibdi dedim. Ko'rinib turibdi dedim. Qani mana po faktim u qayerda ko'rinadi? Mana ikkita katta fura turibdi. Qanday qayerdan ko'rinadi aka? To'sib turibdi-ku mana. Mana bitta kelganda ko'rinyapti. Sizga nima xalaqit beryapti o'zi ish faoliyati? Yo'q, ish faoliyatingiz ochiq oyna shaffof bo'lmayapti deyapman. Yo'l o'rtasiga chiqib qo'yaman aka. Sizga yo'lda o'rtasiga olib chiqing demayapman aka. Mana bu ikkita olib chiqing deyapsiz aka. Yo pastgami, yo tepagami aka, yo mana uni oldirish sizga aytyapman Furani ichida просто. odam yo'q bo'lsa aka, qarang. Fura ichida odam yo'q bo'lsa aka. Xo'p, deylik. Chaqirtirma telefon qilib, "Olgin men radarimni." Endi savol sizga aka. Imенно siz mana shu yerda turishingiz kerakmi? Nima deysiz? Imенно mana shu yerda turishingiz kerakmi? Hududi bo'ylab turaman aka. Xohlagan joyim. Ana xohlagan joyingizda bo'lsa, значит, shopirlar ko'radigan tomonga o'tib oling. Shopirlar o'zi yaxshi biladi aka, qayerda turishni aka. Xo'p, mana bu to'sib turibdi. Masalan, Qanchadan berishadi? Ishlaysizmi aka? yo'q, ishlamayman, yashamayman men. So'rashsa aytadi aka, har kun shu yerda turaman aka men. Men bilmayman masalan bu yerda turishingizni. Men bilmayman. Yo'q. Siz kuniga o'tib o'tmasiz, kuniga qatnamas ekansiz. Hop, qatnamayman, qatnaman. Siz masalan men sizni masalan ko'rsam nomeringizni sekinlayman. Tezlikka rioya qilaman-da. Masalan, deylik, bir o'tib ketgan bo'lsam, ikki o'tib ketgan bo'lsam, joyga keltirib olaman. O'zi margat ketyapti. Qasddan margat ketyapti aka. Margatda nima aloqasi bor? Siz faoliyatingizni shaffof qiling bo'ldi aka. Shaffof qilib, ammo ichkariga 4 metr, 5 metr ichkariga kirib. Yo'q, mana bu to'sib turibdi ikkovsi. Xo'p, men sizga tushuntiryapman aka. 5-marta aytishim. Bu ichida odam yo'q bo'lsa, men buni nomerini ko'targ'izib, ba'zida ko'tarib, telefon qilib chaqirmayman aka. Yo'q, kanalga qo'yamiz.